Assalomu alaykum, Jahongir bloger kanalimizga obunachilar, yurtdoshlar, ko'rib turganlaringizni bilgan yangiliklarimizdan birisi shu obunachimiz 1 yillik armiya xizmat safaridan yetib keldi. Yana bir oilaning Xudo xolasa quvonchli kuni ota-onasini Xudo xolasa surpriz etib boramiz. Nasibasi ko'rib kuzatib borasizlar. Tabriklashingiz mumkin ota-onangizni. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yine bugün armiya xizmat safaridan geldim bugün. Şu munosabatda ota-onamni shu kungacha o'z o'rnimni topishim uchun, dalda bergani uchun mingdan ming rahmat. Armiyadan nechta taassurotlarga ega bo'ldingiz? Shu haqida qisqacha ma'lumotlar berib ketsangiz. Armiyada juda ko'p qiziq voqealar bo'ldi. Ko'p viloyatlardan do'stlar orttirdim. Shu munosabatdan har bir yigit kishini armiyaga borishini tavsiya qilaman. Chunki bu har bir yigit kishini burchidir. Aziz yurtdoshlar, Xudo xolasa endi ota-onasini qo'ldan kelgancha ko'ngillarni ko'tarish uchun chiqamiz. Ko'rib kuzatib borasizlar. Qalbimda kuy bo'lib taralgan diyor, istiqlol zavqini yaratding bir bor. O'zing yagonasan, zo'r chiroying bor, baxt to'la gul vatan O'zbekistonsan. Bayrog'ing boshingda hilpirar, porlagay istiqlol mash'ali. Bayrog'ing boshingda hilpirar, porlagay istiqlol mash'ali. Humoqush oy yulduz yaltirar, qalqondir o'zbekning askari. Humoqush oy yulduz yaltirar, qalqondir o'zbekning askari. İstiqlol mash'ali yongan vatanim, bayraming muborak mening jon tanim. Quyosh kulib boqqan elimga hardam, an'ana to'ylarga to'liq chamanim. Bayrog'ing boshingda hilpirar, porlagay istiqlol mash'ali. Bayrog'ing boshingda hilpirar, porlagay istiqlol mash'ali. Humoqush oy yulduz yaltirar, qalqondir o'zbekning askari. Humoqush oy yulduz yaltirar, qalqondir o'zbekning askari. Qalbimda kuy bo'lib taralgan diyor,
istiqlol zavqini yaratding bir bor. O'zing yagonasan, zo'r chiroying bor. Baxt to'la gul vatan O'zbekistonsan. Bayrog'ing boshingda hilpirar, porlagay istiqlol mash'ali. Bayrog'ing boshingda hilpirar.